Xo'p, arzonroq oyoq kiyim bozoriga keldik. Mana qaranglar. O'nta opa zo'r sotish qilar ekanlar. Bittalari telefondan, bittalari obzorda. Hop, ko'ramiz hozir. Nima olgani keldik? Hamma narsa. Obuv, kiyim-kechak, женский только. Zo'r. Zo'r narsa bor ekan, sistem. Hop, men bozorni ko'ryapsizlar. Mana hammasi o'tirishibdi. Telefondan zakaz olishar ekan ko'proq. Plus shuncha o'tirishsa ham sraz stullarni berib bozorga borganda, plus bir-birlarini klientlarni tortib olishmas ekan. Masalan, men mana shu do'konda savdo qilyapmanmi, shuncha odam o'tiribdi, lekin hech kim haligi voydod klient keldi deb haligi bir-birlarga mishat qilishmas ekan, xalaqit qilishmas ekan. Ha, конечно, bu yoqdan chiqib narigi tomonga o'tsak, keyin u xo'jayinlik qilar ekan klientlarga. Atak ungacha hech kim bir-biri bilan ishi yo'q ekan. Bizda klient kelib qolsa, zo'r ekan.